Скажите, у вас есть семья, девушка? Nima bo'ldi bu? Qaysi bo'ldi? Ketdi. O'qinglar buni. Siz o'qing. Вы можете работать в России, Bitta qo'shib qo'ying. чтобы не получили разрешение на работу. Bo'ldi. Endi to'xtang shu yerda. Siz o'qing. Вы можете работать в России, Hop. не получая разрешение на работу. Hop, sen o'qi endi. Nimani qo'yish kerak edi u ikki? o'rtasigami? Yo'q, bu akaga da so'rayapman. Aka, nima qo'yish kerak edi? Sen o'qi. Bo'ldi, bu yoqdan chiqib ket. Boshidan o'qi. Qo'shib ketar shuni. Вы можете работать в Rossiya. России. Hop. Nimani qo'yib ketamiz? Qayerda который? Uchinchida. Bo'ldi, sen o'qi endi. Qo'yib o'qi. Вы можете работать в России. Siz Rossiyada hozir ishlolmaysiz, chunki sizda patent yo'q deyapti. Chunki degan so'z qaysi? Потому что o'qi, qo'shib o'qi. Вы можете Работать работать в России, в России, потому что потому что не получили разрешение на работу diyor. Qaysi bir потому что berdi? Qaysi so'z? ikkinchisi. Ko'ryapsizlar, bilib olinglar. O, который mana, вы не можете работать в России, которые не получили разрешение на работу demaydi bular. Tushundinglarmi? История, tarix. День России в России отмечают. Rossiyaning kuni qaysi kun? 9-may. Har kuni 9-may butun dunyoda bayram u. Kecha bilan million marta gapirdim. 12-iyul. To'g'ri, 12-iyul. Yozinglar daftarga. Chumoylar chiqadi hozir aytdi boshqalar. 12-iyun Den Rossiya deb yozinglar. Yozgansiz, o'qimagansiz, uni tualetga kirib qo'yish kerak. Chicha o'tirganda bunday qarash kerak. Ko'rsatganingiz bu yozganlar haqim ekan, u deb keyin olib qo'yasizlar bunchaga. Zato ashunda o'qigan kirib qoladi. To'g'rimi? O'qimayapsizlar buni mana. Daftarga yozib ketganinglarni hech kim o'qimayotgan yo'q-da buni. Sizlarga kerak emas, sertifikatsizlar menga berishinglar kerak. Ko'p qil to'plab uyimga borib o'qiyotganman. Bunday qilib mana palonchini sertifikat oladi. Bekzod shashliga berdi. Chaqirib meni. Какой город Российской Федерации называют второй столицей России? Nima deyapti? Rossiyaning ikkinchi poytaxti qayer deyapti? Qani Sankt-Peterburg qayerda? Nima ekan? Sankt-Peterburg. Nima ekan? Sankt-Peterburg qayerda nima ekan? Ikkinchi poytaxt Moskva, Rossiya. Leningrad. Hop. Противником России в Отечественной войне 1812-yili bular deyapti. Nima deyapti? Mana qaranglar, противником России в Отечественной войне 1812 году была. Противник degani dushman degani. Kim bo'lgan dushman 1812-yili deyapti? Fransiya, yozinglar. 1812-yili Rossiyaga qarshi Fransiya urush olib
yana yozinglar. Yozinglar, miyalar kirsin. 1812-yili Fransiya urushgan Rossiya bilan. Buni ham yozinglar, 13-savolni ham yozinglar. Прославленный полководец Великой Отечественной войны. Taniqlik qo'mondon Ulug' Vatan urushi da deyapti. Suvorov, Jukov, Gagarin. Senlar tomon Gagarin kolxozi bor-da. Gagarin deysan sirasi. Ulug' Vatan urushi da taniqlik deyapti. Taniqlik qo'mondon deyapti. Jukov bo'ladi. Ulug' Vatan urushi degani bu 41-yil, 45-yilda bo'lgan urush. Великая Отечественная война degani 41-yil bilan 45-yillar orasidagi urush. Tushundinglarmi? Jukov, Georgiy Konstantinovich Jukov. GKJ degani J. Yoz. Ulug' Vatan, прославленный полководец Великой Отечественной войны Georgiy Jukov deb yoz. Kim ekan? Jikov. Yaxshi yodlab ol mana. Suvorov, Gagarin, Jukov chiqsa Jukov bo'ladi. Tushundinglarmi? Rossiyani bayrog'ini tanlasanglar kerak. Hop ketdi mana. Какое право Конституции Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации deyapti. Qanaqa huquqqa kafolat beradi sizni Rossiya Federatsiyasi deyapti. Rossiya Federatsiyasini deyapti. Nima territoriyasida deyapti. Qanaqa huquqqa ega bo'lishingiz mumkin? Избрать в органы государственной власти deyapti. Sizlar hokimiyat men gapira olalaymi? Sizlarga men aytdim, topinglar dedim. Uchinchisi ham o'qib beraman nimaligini. Избрать в органы государственной власти deyapti. Sizlar deputat saylovlaysizlarmi deyapti? Shu избирать в органы государственной власти degan hokim ham saylovmaysizlar. Deputat ham saylovmaysizlar. Tushundinglarmi? Sizlar bu yerga nimaga kelgansizlar? Трудиться, выбирать род занятий qilganingiz. Ishlab, mana siz yozg'ish urishyaptimi? Urgis kelmay qoldi. Men loy tashiyman deysiz, loy tashisangiz ham mumkin. Ya men loydan ham zerikdim. Taksi deyman desangiz, taksidan zaplatib qo'ydi. Hayda olmaysiz. Nima qilsam deganda yog'och ustalik qilaman. Tom yopaman desangiz, hol deydi. Ashu trudиться и выбирать род занятий. Sizlar nimaga kelganinglar shunga. Shunga huquqqa egasizlar, ishlash huquqiga egasizlar. Tushundinglarmi? Rossiya territoriyasida. Заниматься государственной должностью degani prezident bo'lamiz deyapsizlar sizlar. Uchinchisi deyapsizlar. O uchinchisi kechagindagi uchinchisi edi. Bu bugungisi bu. O'qib turib tanlaylar uni. O'zinglar shop gapirib bormasdan. Tushundinglarmi? Ketdi. В какой форме, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, заключают трудовой договор? O трудовой договор degan yozuv qayerda turibdi? Kim ko'ryapti trudовой договор degan so'zni? Qayerda turibdi trudовой договор? Hop, oxirida turibdimi? Shu trudовой договорni ko'rdinglarmi? Yana nimani ko'ryapsiz? Qanaqa shaklda tuziladi trudовой договор? Kim tuzgan trudовой договор? Mehnat shartnomasini kim tuzgan? Mehnat shartnomasi qanaqa uslubda tuziladi deyapti. Og'zaki, yozma, любой deyapti. Qanaqa tuziladi? O'zbekcha aytyapman sizlar. O'zbekcha gaplashyapsiz. Ruscha emas, menga g'alati qaramanglar. Yozmada
Yozma degani nima degani? Nima degani yozma degani? Birinchisi только письма. Трудовой договор только в письменном. Gördüler o трудовой договорда o'qishni yuboringlar. O только в письменном birinchisi bo'ladi. Tushundinglarmi? Yozinglar. 17 задание. Иностранный гражданин, исполнилось 18 лет. Может ли он осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Federatsiya? Chet el fuqarosi 18 ga kirdi. U Rossiya Federatsiyasida ishlash huquqiga egami? Ega. Hop, nima deyishim kerak men bu yerda? Da. Какую цель въезда нужно указать в миграционной карте, чтобы получить патент? Chegara chiqib kelyapsizlar, patent olishinglar uchun nima yozishinglar kerak migratsion? Работа. Работа. Qaysi ekan работа degani qaysi? Hozir o'qinglar, tepani o'qinglar, men sizlarga hozir o'qib beryapman, ertaga u yerda o'qituvchilar kelib o'qib bermaydi sizlarga, mana deganda. Какую цель въезда нужно указать в миграционной карте, чтобы получить патент? Работа. Для получения патента иностранный гражданин предоставляет уполномоченную организацию документы в течение patent olishinglar uchun necha kunda yetkazib berishinglar kerak ekan hujjatni? Nima ekan bu yerda? Patentni necha kunda olishinglar kerak? 30 kunda. Gapirmaysizlarmi? Oy. Календарный день. 30 kun, 33 kun emas ekan, 30 kalendarniy degan ekan. O'qiyman nima, akajon? Ana иностранный гражданин, уклоняющий от выезда, chet el fuqarosi, bekin yurgan chet el fuqarosi deyapti. Rossiya Federatsiyasida deyapti. O'zini vaqti tugaganda bekin yurasiz, propiska tugagan, qochib yurasiz. Является незаконно находящийся на территории Российской Federatsiya deyapti. Noqonuniy tarzda yurgan odam hisoblanadi deyapti. Tushundinglarmi? Инесет ответственность в соответствии с законодательством Российской Federatsiya deyapti. Верно ли это суждение deyapti. Rossiya qonun qoidalariga asoslanib turib deyapti. Javobgarlikka tortiladi. Shu to'g'rimi deyapti. Tushunib olinglar, tushundinglarmi? Ooo, ko'rib turib, mana yaxshi o'qib olinglar. Tushundinglar-a? Hop, ketdik endi. Beshinchida ishlamadi, yaxshi To'rda ishlaymiz. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Задания и тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановки и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Задание 1. Eshitamiz. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ. Ketdi. Здравствуйте. Мне нужен одноместный номер на 3 дня. Nima dedi? К сожалению, свободных номеров нет. Nima dedi? Sendan so'rayotganim emas, sen nima kazolmisan? O'zingni o'zing bir olaman. O'rniga gapiraveramiz. Ko'rsatmadingiz-ku, shunga aytyapman. Menga aytyapman, ko'rsatyapman men. Ko'ziga qarab, seni ko'zingga qarab gapirayotganim yo'q. Menga qarama, unga qara deganingizni eshitmadim. Menga gapiryapman. Nima dedi? Tushunmasang, sira tushunmadim dedi. Javobni bilaman. Javobini bilasan. Здравствуйте. Nima deyapti?
Мне нужен одноместный Assalomu номер Bir на xonalik 3 дня. nomer kerak. 3 kun К keldi. сожалению, свободных номеров Tushundingmi? нет. Bilishib olgan bilmasang. Gastinisanmi bu? İkincisini eshitamiz. Mana Задание 2. sen aytasan hozir. Прослушайте объявление Eshit. и выберите правильный ответ. Javobini. Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. Nima dedi? 21 soat. Voy eshitadi. Eshit, eshit. Eshitasiz. Bu nima degan diqqat degan. Mana eshityapmiz. Kalonkaga quloqlarimiz dik-dik. Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. Hozir ishlamaydi. 21 soatdan keyin ishlaydi. Bank. Nima demayapti? Ha, Diqqat deyapti. diqqat. Bizi bank o'z ishlamaydi hozir. İş vaqtimiz o'zgardi 9 soat ya. 9 soat ham demayapti. 26 soat dedi. Eshitinglar. Men gapirib olayin eshitinglar. Diqqat. Bizning bankimiz endi 21:00 gacha ishlaydi. Diqqat. Bizning bankimiz endi 21:00 gacha ishlaydi. Shundaylar nima deganmi? Bu yerda hech kim hozir ishlamayapti. 9 Yo'q, soat oxirgi nima o'tdi demadim. Mana shunga man. eshitib turish yaxshi. Задание 2. Yaxshi o'tinglar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. Shundaymi? Tushundim. 21 soatga 21:00 gacha ishlaydi deyapti. Do degani 21:00 gacha ishlaydi deyapti. Shundaylarmi? Nima deyapti ekan? Sen sapga. Gapir. 21 minutgacha ishlaydi. 21 minutgacha. Hop, qaysi bu to'g'ri javob? Uchinchisi Hop. 21:00 da yozib qo'yibdi menga. Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. Nechinchisi bo'ladi? birinchisi. Do 9 часов вечера bo'ladi. Tushundingmi? Kechki soat 9 gacha ishlaydi deyapti. Bular hali bilasiz. Non demaydi bular. Non bilan deb turadi. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni toping deyapti. O'qi. Вы можете O pastda осторожно. осторожно, опасная зона. Qayerda bu? Strike. Yoziladi. İkinci cevap. Leyla, prishla домой поздно. Kecha ovora bo'lib gapirdim sizlarga. Lekin hech kiminglar eshitmadinglar. Qaysi javob to'g'ri? Kecha ovora bo'lib gapirdim. Leyla, prishla домой поздно. Qolganini o'qimay qolinglar. Вечером. Leyla, prishla домой поздно. O tayyor вечером bo'ladi. Tushundinglarmi? Yozib olinglar. Leyla, prishla домой поздно. Вечером deb yozinglar. Tushundinglarmi? Leyla uyga keldi kech payt deyapti. Kech keldi deyapti. 5'e geldik. Qani topinglarchi nimada yozdilar ekan. Muhammad Turdiyev со своей женой приехал в Россию. Пишите нужное слово в его анкету.
возраст 30 lет deyapti. Семейное положение nima bo'ladi? Apteka bo'ladi. Ha? Apteka. Yodilar. 30. Apteka yozdilarmi? Qayerga aptekada yozdilar? 30 deb chiqadi. Hop, apteka qayerda ekan? Apteka degan so'zni ko'rmayapman men. Anketa. Anketa degan so'zni ham ko'rmayapman. Mana anketa ko'pchu. Bu anketani to'ldir deyapti. Asha anketani to'ldir deyapti. Hop, kecha gapirdim shuni avvalo bo'lib. Muhammad Turdiyev со своей женой приехал в Россию. Пишите нужное слово в его анкету. Nima? O kitoblarni ochib qarash kerak, yozilgan. Muhammad Turdiyev deb yozilgan. Yozgan bo'lsa agar. Mana yelkan ustida bosh. Siz ham yozgansiz. Shuncha odamga qarab turishinglar qaraydi. Jinoy. Jinilsa nima edi? Xotini bilan. Oilaviy. Ha, o'yladi. Oilaviy deb yozish kerak. Ruschalar nima bo'ladi? Sin. Yozinglar dedim daftar. Jenat. Yozinglar. Muhammad Turdiyev 30 yoshdagi jenat deb yozdilar. Tushundinglarmi? Balki oilaviy kishi ham bo'lishi mumkin, meni xotinimlarga ham bo'lishi mumkin emas. Kim? Sen bilan keldi deyapti. Semya bo'lsa xotini bilan keldi deyapti. Balki bolasi bor, bir Bolasi bilanmi, katta abisi bilan kelsa ham jenat bo'ladi. Muhammad Turdiyev uylangan bo'ladi. ha, shu. Ancha Sen mana o'qib bo'pti. Ko'p gapirib yubording hozir. O'qi. Tezda o'qi, to'rtta yozuvga ham o'ylanib turibsan. Ben magazinde O'qi. Ovozing chiqar, eshitmayapti. O'qib turib, oshtasan bittasi qizil olib qo'yin deyapti. Va konfet nima, yabloko, moloko nima oldim deyapti. Fruktoviy. Bu o'zi bu fruktovushni oldim diyor. Gaplar. Bu fruktovushi magazinidan deyapti men. Mayva fruktovushi meva sabzavot magazinidan deyapti. Magazini fruktovushi ya kupil deyapti. Meva sabzavot magazinidan men olma oldim bo'ladi. Tushundingmi? Sen fruktovushi oldin emas. Men olma oldim bo'ladi. Shu. Qo'ydi. Hop. Vчера мы kecha biz vчера мы belki nima qo'yishim kerak? Belki отдыхаем, будем отдыхать, отдыхали. Kecha biz dam oldik, bugun biz dam olyapmiz. Nima? Hadi xay bo'ladi. Qaysi bo'ladi? Xay, bu ditadi xay. Qaysinisi bo'ladi? Kim bilan to'g'risini? Bu ditadi xaymi? Uchinchisi. Sizchi? Abdahmud. Hammalar bittadan to'g'rilar. Vчера men отдыхаем в парке. Hop siz to'g'rilar. Sizchi? Ovozni chiqaring. Sayın bir kredi. Abdihayim bo'ladi. Ha? Sizga. Sengachi? Kecha biz dam oldik. Dam oldik deydi. Kecha bo'lsa uchinchisi. Kecha deyaptilar. Vчера degani kecha degani-da. Uchinchisi. Sengachi? Abdahmud. Nechisi? Uchinchisi. Bitta hammasi o'zi Abdahmudtu. Abdihali. Hammasi qaysi biri? Abdihali uchinchisi. Sizgachi? O'rganib olinglar mana. Hozir hammani chaqirishdi. Abdihayim degan dam olyapmiz degan. Bu demadilar degan ertaga dam olamiz degan. Abdihali degan kecha dam oldik degan.
Kecha biz parkda dam oldik deyapti. Tushundinglarmi? Nimani yozamiz ekan bu yerga? Моя подруга сейчас она будет повара. Hop, mening dugonam hozir o'qiyapti. U power bo'ladi deyapti. Birinchi hafta povara. Sizgachi? Birincisi Paul. Sizgachi? Menga birinchisi. Sizlar o'zinglar kallanglarni o'ylanglar. Shuna bo'ladi ikkinchisini. Sizgachi? Uchinchisi. Sizgachi? Registratsiya rasmiy oldi. İkincisi Paul. 2000 nechi? Hangi ikincisi Paul? Ular. Sizgachi? Uchinchisi po va rom bo'ladi. Tushundinglarmi? Uchinchisi po va rom bo'ladi. Yozib olinglar. Mening dugonam o'qiyapti. Yozinglar mana. Моя подруга сейчас учится. Она будет поваром. Tushundinglarmi? Yozinglar. Ты смотрел? Завтра будет pогода. Nima deyapti bu yerga? Nima yozishimiz kerak? Kecha men buni o'tdik. Hech kimda hech narsa yo'q mana. Kecha ovora bo'lib birimizni Birinchisi. Какая? Завтра будет pогода. Tarix 7-yanvar. Ha? Mana shuni solaymi? O daftarga nimada yozdi kecha? İkincisi. Aytyapman bular. Ona ikkinchisi nima debdi? O'qi ikkinchisini. Международный женский день deyapti. Ayol qizlar, xotin qizlar. Ha. Kecha nima dedim men? Kecha doğru. Bularchi kecha vahinda kelibdi bular. Üçüncüsü. Nima uchinchisi nima degan? Yok. Hristo. Hali suvga cho'miladi deb aytdik. Xristianga to'g'ri cho'miladi dedi. Ha. Rojdestvo Xristovo bo'ladi. Tushundinglarmi? 7-yanvar kuni yozing daftaringizga. Yozib bolalarga o'qib bering. Uyga borib to'xtanglar, o'tirishmay kelib turib, daftarga avvalo yozib keldim, o'qib berish kerak edi. 7-yanvar в России празднуют Рождество Христово. Yozinglar. В России находится город. Rossiyada qaysi shahar joylashgan? Samaras. Русские армии в ходе Отечественной войны в 1812 году командовал. 1812-yili Rossiyaning armiyasi bilan kim qo'mondon bo'lgan deyapti? Kutuzov. Kutuzov, to'g'ri. Bilib olinglar, 1812-yil Kutuzovga qalaydi. SNG nechinchi yili? 90. Birincisi anış buyurun. Иностранный гражданин, проживающий на территории Российской Федерации, имеет право на территории Российской Federaции. Nima huquqqa egasizlar sizlar? Topinglar. Rossiyada Rus tilini gapirish kerak. Qaysi so'z? Говорить на родном языке uchinchi. 15. Право на медицинскую помощь для иностранных граждан. Chet el fuqarolariga tibbiy ko'rinish deyapti. Qaysi biri to'g'ri ekan? Uchinchisi. Men nima deganman bu yerda? Ne bo'lsa, Ne bo'lsa noto'g'ri bo'ladi deganman. А shuni tepinglar. Имеет ли право иностранный гражданин вступить в брак на территории Российской Federaции? Mana o'qinglar, men ertaga o'qib bermayman yerda. Hozir imtihonga shunday kirgizib olaman, yiqilganinglar ketyapsizlar avtobusda chiqmoqqa. Jizzaxga qarab. Jizzax nima? Magnitga qarab. Magnit olib deymizlar.
Mangirliğimizde. Yaşam mangirliği için getirdim. Имеет ли право иностранный гражданин вступить в брак на территории Российской Федерации? Uylanish mumkinmi Rossiyada deyapti. O'qi sen o'qi dadi, men o'qib bergandan keyin, dadi, o'qib bergandan keyin. Imiyetli pravo. Ertaga o'tirib hech narsani tushunmadim. Daftarda yozib bergan u biz doskaga qo'yib deydi. Vahima qiladi. Bizni doskaga yozibdi, daftarga yozmadi, qog'ozda. Bu yerda doskada emas ekan, qog'ozda ekan deb chiqishdi. O'zim shashaq qo'ydim, dars o'tganda ketmadi deyishmaysanda. O'qisa. Ashundoq. Ovozing chiqarsin. Иметь ли право иностранный гражданин вступить в брак на территории Российской Федерации? Ashu bola bilan to'g'ri o'qiyapti-da, o'zi o'qishni bilmaydi. Qo'shib shashilmay o'qiyapti. Nimalar bilmaysiz o'zi o'qishni? Bu to'g'ri o'qiyapti. Hayotga nimani qo'shib o'qiyapti. Joyiga qo'yib o'qiyapti. Shundaylarmi o'qish kerak buni o'qilganda. Nima ekan? Да, birinchi. O'qiysiz. Shashilmay o'qing. Biri. Въезды. Въезды. ВРФ, РФ необходимо получить и заполнить. O'qishni ham bilmaysan, qani ham kecha amaging ustida kulyapsan. Menga kuchirmaganingda sen amagingdan farqing qolmadi gapirganing. Arazlar katta eshon bilan tong yopishadi. При въезде в РФ необходимо получить и заполнить. Kelyapsan Rossiyadan, Qozog'iston chegarasidan o'tding neytralkaga. Mashinada keldingmi? Nimada kelding? Samolyotdan, mashinadanmi? Avtobusda kelding, avtobusda. Bunaqa avtobusda kelding. Rossiya chegarasiga kelganingda nima to'ldirding, nima olding? Anketani nima to'ldirding? Anketa emas-ku. Nima ekan? İkincisi. İkincisi. O'qing, nima Umid akami emas. Umid akami sotingiz nima? Ulug'bek o'qing. Иностранный гражданин Совершил преступление на территории Российской Federatsiya. To'xta. Nima deyapti? Chet el fuqarosi Rossiya territoriyasida jinoyat sodir etdi deyapti. Каким kodeksом регулируется ответственность за него deyapti. Qaysi kodeks bilan javobgarlikka tortiladi deyapti. Qaysi kodeks bilan javobgarlikka tortiladi? Уголовный кодекс Российской Federatsiya. Rossiya Federatsiyasining jinoyat javobgarligi deyapti. Уголовным кодексом своей страны его гражданство. O'zbekiston deyapti, kodeksi bilan tortiladi deyapti. Rossiyanın üçüncüsü. Uchinchisi qada? Görevler. U гражданский kodeks fuqarolik sudi. Xotining bilan urush qolsa, ash kodeks bilan nima bo'ladi? O'na уголовный kodeksом Rossiya Federatsiya bilan birinchisi bo'ladi. Tushundingmi? Lekin kelib xotining bilan urush qolsa, yerda xotining bilan kelgan. Yugurib chiqsa fuqarolik kodeksi bo'yicha uchastkoyimda qo'yinglar, yashagan, xotinga yashab ketasizlar. Tushundingmi? O jinoiy javobgarlikka tortilasan. Совершил преступление deyaptimi? Jinoyatchisi bo'lasan. Уголовный kodeks Rossiya Federatsiya bo'ladi. Tushundinglarmi? G'ish o'g'irlasanglar, sement o'g'irlasanglar, совершил преступление bo'ladi. Yigirmasi. Иностранный гражданин, не покинувший территорию Российской Федерации, установлен срок
Poдлежит депортации deyapti. Vaqtida tank etmasalar Rossiya deport bo'lasizlarmi deyapti. Berma. Bo'ldimi? Nechi bo'ldi soatimiz? Bor ekan yana 15-20 minut. Qani? Qaysi talablariga binoan? Qaysi nima? Polizia 5 ishlar qiladi. 5 ishlaylik. Qani bo'pti ishlaylar. Qani? Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Задания и тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановки и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Задание 1. Прослушайте объявление и определите, где можно его услышать. Объявление degani Выберите e'lon правильный degan. ответ. Shundaylar, Уважаемые Эштиля. покупатели, hurmatli кассы номер 3 и 5 временно не принимают к оплате банковские карты. Приносим извинения за причиненные неудобства. hurmatli xaridorlar deyapti. 3 va 5 kassa vaqtinchalik deyapti. Kartalar qabul qilmaydi deyapti. Shuning uchun biz sizlardan uzrimizni so'raymiz. Tushundinglarmi? Yana qaytadan eshitdinglar nima deyotgan tushunib olinglar o'zinglar. Men sizlarga сразу перевод qilib beraman, ikkinchisini o'zinglar tushunasizlar. Qani? Уважаемый degani hurmatli degani. Уважаемые покупатели, кассы номер 3 и 5 временно не принимают к оплате банковские карты. Приносим извинения за причиненные неудобства. Nima bo'ldi? Magazin bu. İkincisi. Ikkinchisi. Xo'p. Ikki bo'ldi. Bu magazinda bo'ldi. Mana eshitamiz. Задание Yaxshi 2. eshitdi, rashinga. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ. Антон, дайте, пожалуйста, телефон. Мне нужно срочно позвонить в больницу. Конечно, возьми. А где твой телефон? Вчера потеряла его. Антон дал мобильный телефон сестре. Антон, дайте, пожалуйста, телефон. Мне нужно срочно позвонить в больницу. Конечно, возьми. А где твой телефон? Вчера потеряла его. hozir kecha yo'qotdim hozir telefon qilib sestraga opamga beryapti. Что сделал Антон deyapti. Антон дал мобильный телефон сестре. Bo'ldi. Boshqa gap kerak emas. Nima deyapti? Nima dedi? Anton telefonni yo'qotdi. Nima ekan? Он дал мобильный телефон сестре. O'qinglar. Hammanglar bir ko'tarib mana shuni o'qinglar. O'qinglar shunday transport. Bu transport. Anvar 20 lет deyapti. Anvar планирует работать на стройке deyapti.
Kim bu robot Anvar deyapti. Ko'p o'qimaydi. Anvar 20 yoshda deyapti. Bo'lib o'qib qoldi. ikkinchisi straight. Shundan Anvar stроителем bu robot bo'ldi. Shundan stроитель birda bo'lishi mumkin, ikkita, uchta bo'lishi mumkin. Anvar планирует работ настройки desa bo'ldi. Shundan stроителем bo'ladi. Pismo. O'qing ustoz. Uy beshti. Bu nima? Ha, Muslim Ibragimovni o'qing. Muslim Ibrahimov хочет Хочет. получать работу курьера. Курьера. Вот. Muslim Ibragimov хочет получить работу курьера. Muslim Ibragimov kuryerlik ishini olmoqchi deyapti. Kuryerlik kasbini o'rganmoqchi deyapti. Olmoqchi deyapti. Endi заявлениеga yozinglar yetmayotgan so'zni deyapti. Прошу принять меня на работу на должность nima deb yozamiz? Ha? Aslini ko'chirib qo'yamiz. Tushundinglarmi? Muslim Ibragimovga shuni ko'chirib qo'yamiz. O'g'li so'zni shunda kuryera. Nechta harf ekan? 7 harf. Tushundinglarmi? 7 harfni to'g'ri ko'chirishni o'rganamiz. Yozinglar Muslim Ibragimov kuryer. Kuryera deb. Лексика и грамматика. Станция метро находится здесь deb savol beryapti. Ketyapsizlar metroda oldida. O'tib ketyapsizlar Kalsovda oldida. Stansiya metro shu yerda joylashganmi deyapti. Yo'q deyapsizlar. O, neta deyapsizlar. Tushundinglarmi? Nima bo'lar ekan? O, erta degan nima bo'ladi? Tam bu yoqda edi. Ha. Men tam dedim. Nima ekan? Netdan. Ne? Tam. Tushundinglarmi? Yo'q. O yerda, yo'q, o yerda degan. Tushundinglarmi? Nima ekan bu? Откуда ekan? Nima ekan? Budan ekan. Birinchi javob tam. Men ham o'qinglar deyapman. Men o'qib bermaydi deyapti bilasizlar yopinlarliga. O'qinglar mana. Moja sestra работает в больнице. Hop, больницada ishlasa kim bo'ladi? İkinci javob. Извините, это ваши документы. Qaysi biri bo'ladi? Ваши. İkinci. Benim 2000 necha? Baş. İkinci. Vashi. Sizning hujjatlaringizmi deyapti. Vashi deydi. Tushundingizmi? Bu bitta bo'lganda dokument bo'lganda masalan, bo'lmaganda vash dokument derlardi. Bu yerda dokumenti deyapti. Vashi bo'ladi. Tushundinglarmi? Скажите, пожалуйста, находится поликлиника. Nima bo'ladi? Где? Qayerda deyapti? Birinchi. Tarixga keldi yana 23-fevral. Nima kuni bu? 23-fevral. Yana Rossiya. Birinchi. 23-fevral yana Rossiya ekan. Uchala Rossiya turadi. Nima bayram? Rahmena, siz вообще nechijinsiz? 23 fevral nima bo'lgan? Erkaklar bayrami yo'q. Maktabda o'qiganmiz. Mercedes'da. 23-fevralda bir qaypa bir ro'molcha berganmisizlar. Sifat 14 yanvar oldi. Diyordan so'rayapman men, sizlardan so'rayapman. Berganmi? Yoshligingizda maktabda o'qiganmiz yo o'qimaganmiz? Yo'q. 23-fevralda qaypa ro'molcha berganmi? Yo unaqa bo'lmaganmiz.
23 fevral Den защитника Отечества. Tushundinglarmi? Yozinglar. Daftaringga yoz. Qani daftaring? ikkinchi marta kelishdi. Beruvdimmi men kelganingda daftar? Ular kelishgan mahkamaga. Какой из этих городов находится в России? Qaysi shahar Rossiyada joylashgan? Novosibirsk qayerda bo'ldi? Madami? Qani? Novosibirsk. Ya mana quyoshdan qarab qizilib ko'rasan unda. Qayerga botadi quyosh? Sibir tomonda, Novosibirsk. Sibir tomonga botadi quyosh. To'g'rimi? Novosibirsk deyapti. Sibirda Novosibirsk. Qaysi shahar ekan? 1945 yil nima bo'lgan? Ulug' jahon urushi, ikkinchi jahon. O'ni o'qib aytishdi nima bo'lganini sendan yaxshi bilaman. Soyuzlar o'ynagan. Onu o'qimay qolaman. 45-yil nima bo'lgan? Sovetskiy armiyani взяли Berlin. Uchinchi, urush tamom bo'lgan. Birinchi. O Berlin Germaniyaning poytaxti. 45-yili Sovetskiy Orskaya. SSRda armiyasi, vojska degan armiya degan. Uchinchisi yo'q. Berlinni olgan deyapti. Birinchisi. Birinchisi. Orskaya. Sovetskiy vojska взяли Berlin 45-yil. Tushundinglarmi? Berlinni olgan. SNG deyapti yani. Kim bu yerda SNG'da? Tashkil topgan. SNG tashkil topishda Ivan Grozniy, Boris Yeltsin, Dmitriy Pozharskiy. Kim bo'lgan? SNG bo'layotganda. Ivan Grozniy, ana SNG bo'layotganda yozinglar. SNG Boris Yeltsin deb yozinglar. Yozinglar. Sizlar bir-birlarga qarab SNG bitta Boris Yeltsin deb. Keyin uning SNGda qaytasa ikkinchi bor keladi ekan bilmayman. Aytyapman bitta SNGda bitta Boris Yeltsin deb. Miyangga kiradi. Endi sen SNGda bunga. Tushundingmi? O SNGda Boris Yeltsinga ushlanib qo'y. Senlar ekan bilmayman. Bitta SNGda bitta Boris Yeltsin. Hikoya mı sen gibi? Tushundingmi? Boris Yeltsin yodlashib olgan. Bayroq qani? Bu bayroqmi bu? Nima bayroq qani sen o'rtada deyapsiz? Yo'q, u bayroq ketdi. Adashtirmayman mesela, adashtiryapman-da. O'rganmasin, adashsin ular patent olib nima qiladi? Depot qilish kerak ular. 15. Какое право Конституции Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Qanaqa huquqqa egasizlar Rossiya Federatsiyasida deyapti. Uni eng birinchisi знакомиться с документами и материалами непосредственно затрагивающими его права и свободы deyapti. Tushundinglarmi? Sizlarni huquqinglarni va ozodliginglarga tegadigan hujjatlar bilan bemalol tanishib, sizni garantiya beradi. Sizlar qanaqa hozir to'xta nima qilmayapsan? Qanaqa mashinangni ketyapsan, ishlar qil. Nima ishlar qilyapsan? Ish huquqiga egasan. Dokument ko'rib qo'l qo'yishga. Xatoying bo'lsa, xato menda ayb deb qo'l qo'yasan. Xatoying bo'lmasa, gunohing bo'lmasa, o'zini men o'ldiramaysan, bilmayman deyishga qilmasan. Tushundingmi? Mana birinchisi, bu yerda bir kelmaydi, ikki kelmaydi, aralash keladi bu ham. Имеет ли иностранный гражданин право приобретать недвижимое имущество на территории Российской Федерации? Chet el fuqarosi deyapti. Rossiya Federatsiyasida ko'chmas mulk olishga huquqi bormi deyapti. Boyib ketsang yo'l olasanmi Rossiyadan? Ha? Olasan. Xudo xolasa boyib ket.
Вот она. Куда следует обратиться человеку, если его ограбили? Sizlarni o'g'ri urdi, qayerga jo'nashinglar kerak? Politsiyaga. Хоп. Когда должен покинуть территорию Российской Федерации временно пребывающий иностранный гражданин? 90 kun keldinglar. Qachon chiqib ketishinglar kerak? По первому требованию работодателя. По истечении срока временного пребывания. Tushundinglarmi mana? По истечении срока mana. Tushundinglarmi? Установлен срок. Eng uzuni bu. 19. Если иностранный гражданин нарушил правила постановления на миграционный учет, то он привлекается ответственности. Chet el fuqarosi vaqtida registratsiya qo'ymasa nima bo'ladi? Deport bo'lmaysan. Bir kun o'tib ketsa mana kelding. 15 kun uchun registratsiya qo'yishing kerak, to'g'rimi? Qonun bo'yicha. Qo'ymading 15 kun uchun. Nima bo'lasan? Nima bo'ladi? Qani uydamlaydi degan. Uголовный degan. Sizlar ko'zinglar ko'rmiyor, o'qimaysizlar. Nima qilaman, men ko'ryapman. Ochki taqib yurgan odam ko'ryapman. Sen ko'zing Mehnatini ishtirok bo'ladi. ma'muriy javobgarlikka tortilasan. 15 kunni o'tkazib yuborsang, registratsiya qilishdi. Administrativniy ishtirok qo'yib qo'yapman, stirelkan atang. Hech bo'lsa ham kallasini ishlatsin bo'ladi. Endi bular tomonidan bu odam kelsa omad. Bulardan ham bettar bo'lishi mumkin. 20. Иностранный гражданин будет депортирован deyapti. Chet el fuqarosi deport bo'lish ehtimoli bor. В случае нарушения срока обращения за патентом или разрешения на работу. Верно ли это суждение? Chet el fuqarosi deyapti. Patent yo разрешение на работу olgani bo'lsa deport qilaverami deyapti. Qilaverami deport? Bo'pti, neverda bo'ladimi, yerda bo'ladimi? O patent разрешение работа bo'lsa neverda bo'ladi. Tushundinglarmi? Ha. Kuchga tushlar. Bitta biletni o'rgatib turib, ertasini so'rash kerak. Bularga o'rgatdim men shu bitta biletni. Kecha mana shuni o'rgatganman kecha bundan oldingisini. Bilmasa, yana kim bilmasa, bilet tayinlangan belgilar uchun javob bera olmasa, ertadan men polyushkadan aytdim. Birinchi va klass polini yuvadi. O'tgan safarga o'sha bezodga borib uyni yig'ishtirgan. Mana shundan Uyni yig'ishtiradi. Keyin o xaridor bilan birga qo'shiladi. Ashuni o'rganasizlar shekilli. Meni uyimga borib uy yig'ishtirgan bezod. Shaxsiy gap berdi. Sertifikat patent topdi. Telefon qilmay kelib tursa, aka qadasi deb qo'ydi. Mana 5 kunga vaqtijam kelib ketmaydi borsa, akasiga shaxslik qildi. Kelib ketdi. Bu gap berdi. Tushundinglarmi? Вообще yolg'ishlayapsiz, siz ham bilmagan bo'lasiz. Sizlarni jelani, o'zinglarchalik. Jilani yo'q. Yo'q, bular nima deb o'ylayapti? Bu arablar pul berib qo'ydi, palubom oladi. Endi palubomni eshittir. Sen eshittir. Nimaga harakat yo'q bo'lmasa? Sen pul bergan bo'lsang, seni o'qitgani bularni, u yerda sotib bergani yo'q, u yerda daromadishi yo'q. Ammani xolasini o'zi ishlamaydi u yerda. Sizlarni o'qitib, chiroyli qilib olamiz. Tushundinglarmi? O'qish kerak. Harakat qilish kerak. Ularni jelani yo'q, haliga. Bo'ldi, javob. Короче, deyapsizlar-da. Unaqa bo'lmaydi o'rtoqlar. Bitta masalan mana 20 ta savol beryapti bu yerda. Sizlar 7 tasiga ham javob bera olmaysizlar mana shu ishinglarga, o'rtoqlar. 20 tadan 7 tasiga ham u degani qaytib kelmay qo'yavering insonga deydi. Qo'linglarga berib, haligi qog'oz spravka. Kelmay qo'yaversin. Как вас зовут? Равшан Мухаммадиян, Амсбегов. Откуда приехали? Из Узбекистана. Зачем приехали? На работу.
Urinni egzamin. На патент. Data rajleniya. Bugun soat 9:30dagi ekzaminda data rajleniyani ham so'ragan. Tug'ilganingiz, kuningiz, oyingiz. 12-chi soat 12da bo'ladigan ekzaminda bilet tizimi yo'q so'ragan. Haydi yashaysan. 9:30da misol tug'ilgan yilingni so'rab qolar ekan. 12da ketsang, qayerda yashayapsan so'rab qolar ekan qo'shimcha. Qalay, yangiliklar. Ana shu narsani bilmasanglar ham Qoplab qo'yinglar. kamerani oldida turganda savol berib qolsa gapirmasanglar, mana bunday qilasizlarmi? Elbette. Shundaylarmi? Kamerani oldida sizlar gapirishinglarga ekan, yurtsan biladigan odamlar. Ben aytyapman, ko'zinglarni kameraga qaratinglar deyapti. Yo'q. Sababi gapirsa, tuyoqqa bo'lmasgan savol belgilab olsa. Besmanizda o'tolmaydimi? Sen u yoqni butun gapir, Butun gapiring, u yoqni eplaydi. yog'ini eplab olasiz. Men butun bemalol gapiraman. O'zimga ishonaman. Man hozir men savol beryapman, bilsang navbat keladi, hozir ko'ramiz. To'g'rimi? Butun gapiradimi? Bittasi Ufaga jo'natdim. Ya'ni o'qituvchi ikki marta o'qituvchi men butun gapiraman. Bo'ldi, harakatli turgan. Savol. Birinchi здравствуйте degandan shu qoldi. Chunki bu yerda o'qituvchilar turadi, bizmas. Bu yerda o'qituvchi, mana o'qituvchi, mana To'rtta o'qituvchilar. Hozir mana shu turg'azganingizdek to'g'risi mana ko'chaga bironta bilan gaplashsam, bir narsa bo'lsa bemalol gaplasha olaman. Bu yoqqa lekin kelmayapti-da umuman. kelmaydi-da. Bu yoqqa umuman qotib qoldi. O yerda o'qituvchini oldiga vashi Bu yerda kelmaydi. bitta mana, u yerda bitta o'qituvchilar. Sen bunday u yerda mana qo'ymasinlar. Bu yerda bitta o'qituvchilar. Bu yerda bitta o'qituvchi, bu yerda bitta o'rtada bitta o'qituvchi. 5 ta o'qituvchi, 5 ta. Ana bilan kelsa shaylik bu. O'zicha biladigan bo'lsa birga bir bunday qilib qo'ymasin deb endi qarab turishadi senga. Bu lajetni o'zi tugasan. Kameraga tushib qoldingizmi? O'tolmaysizmi? Bir oyga o'rgatib qo'yganingizga. Qayta kirgizmaydi ham seni. Imtihonga. Tushuntira oldimmi? Telefoning jiringladimi? Telefoning bilan kirib ol, ayolingni o'chirmasdan. Kimni telefoni jiringladimi? Men ikki qo'yasan, o'zi kiryapman. Kimni telefoni deydi? Siz tug'ilganingiz bilan qayerda yashaysizmi? Meniki desang, Siz ketdi. ketamizda endi. Как вас зовут? Марат Нурович, Шамшин Иванович, Откуда приехали? из Узбекистана. Зачем приехали? На работу. Уровень экзамен. Bo'ldi. Дата рождения. Шишка. Дата рождения. Где вы живете? O'zbekiston. Tailandda. Na patent aytmayapsiz, tug'ilgan yilingizni aytmayapsiz. И qayerda yashaysiz? Butunlay o'z ortida. O'rganib keldingiz. Sen qayerda yashaysan? Где живете? Как вас зовут? Qayerda yashayapsan? Kazandı, qayerda? Где ты живешь? На проспекте Победы. Bo'lmasa в Казани. В Казани. Где живете? В Казани. Сервизит. Butun. Bu qisqa va lo'nda. Hozir data rождения. Как вас зовут? Nechi, nima nechinchi qachon tug'ilgansan? Зачем приехали? 25 marta Уровень экзамен. o'zbekcha aytasan. 25 marta Дата yo'q. рождения. 5 marta. Necha? 2000-nechinchisan? 2006 года. U bola yaxshi olyapti, yaxshi harakat qilyapti. Qolgani dami chiqib ketdi, o'qishni ham o'qiyapti. Qolgani u. Valla keyin olaman, o'tganda keyin qo'ying. Hozir bo'ldingmi? Hadi.
Sizlar tayyorlanib kelinglar bo'ptimi? Aslida dataraziyani где-то живешь degan joyiga qayerda yashaysan? Butlero 45 deb o'rgatyapmanmi sizlarga? Butlерова 45, Butlерова 45 deb o'tirish. Где выйдет? Где тебе выйдет, да, ular o'qituvchilar? Shundaylarmi? Hali, ha? Deb qolmaylarmi? Qayerda, nimalarda? Yordam bermaydi. Ular ham aytadi, o kamerani ochib turganman hali. Men mana bunday deyman. Ashunda yaxshi quloq solinglar. Savollarga javob berasizlar. Mana narsalardan ular bunday narsalar bo'ladi, oldin kamerani yaxshi tomon o'rgatadi. Ruschada gapiradi. O'zbekcha gapirmaydi faqat. Bo'pti deb kamerani tushirib ketayotgandan keyin ular hech narsa gapirishmaydi. Shundaylar, ular ham bir qator aytib o'tadi. Tushuntiradi, ogohlantiradi, bunday qilasan, bunday qilasan, ana qilasan, mana qilasan, bunday savol berasan, bunday javob berasan. Kamerani yaqindan keyin menga boshqa bir şey savol bo'lmasin. Bo'ptimi deb o'rgatadi. Endi chiqib ket kamerani yaqindan keyin shu bo'ldi. Mana shu hozir o'rgatayotgan narsani bir foto eslatib qo'yadi sizlarga. Ruschada. Shunasini tushunmaysiz, chiqqaniga bir taktik ruscha onu odamlar biladi. Ketib bu hujjatni bir-biriga takrorlab bunday ishqisi bo'laradi. Data rождения. To'g'rimi? Shuni uyatishyapti-da bular, g'ish uryapti. Takrorlab attida qo'yapti. Hazillarni ishqisi bo'laradi. Mana xolos. Tabii kelgandan keyin bu deb gapirib qo'yish kerak bo'ladi. Mana yozgan odam mana o'tib boradi. Endi mana bunday eplashtirib, mana yapolmaydi. Kameradan. Pasport. Mayli shu ekanmi shu. Gapira olmadingmi? Yoki здравствуй deb qo'ydingmi? Yoki masalan откуда приехали O'zbekiston yoki na O'zbekiston bu bizda o'tolmaydi 100%. Ruslan biladigan odamni gapirish kerak, kameraga to'g'ri turib, здравствуйте, здравствуйте.